2026-yil Buzoq burji uchun bu oddiy yil emas. Bu nihoyat hayot sizni qo'yib yuboradigan, siz esa o'zingizga tegishli bo'lgan hamma narsani qaytarib oladigan yil bo'ladi. Agar siz ham uzoq yillik kurashdan charchagan bo'lsangiz, demak bu bashorat aynan siz uchun. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Buzoq burji vakillari uchun eng to'liq va batafsil 2026-yilning munajjimlar bashoratiga xush kelibsiz. Ushbu videoda sevgi, munosabatlar, oila, sog'lik, moliya, biznes, o'qish, ish, do'stlik va ruhiy energiya bo'yicha 2026-yilda Buzoq burji vakillarini nimalar kutayotganini yulduzlar tahlili asosida bilib olasiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Eng muhim oylar, omadli kunlar va ogohlantirishlar aynan oxirida aytib beriladi. Azizlar, bir narsani har doim yodda tuting. Bashoratlar bu taqdir emas. Ular sizga faqatgina ruhiy yo'l yo'riq, ogohlantirish va ilhom manbaidir. Oxirgi qaror va tanlov esa har doim sizning qo'lingizda bo'ladi. Biz uchun esa eng buyuk ishonch Alloh taoloning taqdiri va qismatidadir. Shuni doim eslab qoling. Yulduzlar nima desa desin, agar siz ota-onaning rizosini olib, halol mehnat bilan rizq ortidan yursangiz va duo bilan yashasangiz, Alloh siz uchun hatto tasavvur ham qilmagan eshiklarni ochadi. Aziz do'stlar, sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Shuning uchun videoga like bosing va albatta izohlarda o'z burjingizni yozib qoldiring. Agar siz boshqa burjlarning 2026-yil bashoratlarini ham bilmoqchi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling. Keling, endi 2026-yilning yulduzlar sirlariga birgalikda nazar tashlaymiz. Buzoq burji vakillari uchun 2026-yil munajjimlar bashorati. Buzoq burji vakillari, 2026-yil siz uchun shunday yil bo'ladiki, nihoyat men shoshilmayapman, men hammasini to'g'ri qilayapman deb aytasiz va bu so'zlar chin bo'ladi. Bir necha yillik tebranishlardan so'ng hayot sizni nihoyat qo'yib yuboradi va siz sekin, ammo qat'iyat bilan o'zingizga kerakli narsani qaytarib olasiz. Saturn sayyorasi sizning ittifoqdoshingizga aylanadi. Tartib, chidamlilik va nazorat degan so'zni ichingizda tabiiy holatga aylantiradi. Buzoq burji vakillari uchun 2026-yil yanvar-mart oylari bashorati. Yil boshlanishi portlash emas, asta-sekin alangaga aylana borayotgan cho'g'ga o'xshaydi. Siz nimani xohlayotganingizni aniq his qilasiz va harakatni boshlaysiz. Ortiqcha shovqin, ko'z qilishsiz, ammo mustahkam poydevor bilan. Moliyaviy barqarorlik kuchayadi, ayniqsa hisob-kitobni biladiganlar uchun. Karyerada pozitsiyalar mustahkamlanadi. Kimdir lavozim oladi. Kimdadir yangi yo'nalish ochiladi. Mars sizga dadillik beradi. Hatto sokin gapirsangiz ham ovozingiz balandroq eshitiladi. Muhabbatda o'yinlardan charchoq seziladi. Sizga haqiqiylik kerak. Yonida tinchlik bo'lgan inson bilan bo'lish allaqachon g'alabadir. Buzoq burji vakillari uchun 2026-yil aprel-iyun oylari bashorati. Yupiter siz uchun katta imkoniyatlar maydonini ochadi. Avvaliga og'ir tuyulgan bir loyiha paydo bo'lishi mumkin, ammo aynan u sizni yangi bosqichga ko'taradi. Moliyaviy o'sish seziladi, ayniqsa pul, yer, qo'l mehnati yoki amaliy ishlar bilan bog'liq sohalarda. Eng muhimi, barqarorlikni yo'qotishdan qo'rqib, to'xtab qolmang. Yulduzlar siz tomonda. Bahor siz uchun omadlilik davridir. Venera jozibangizni oshiradi. O'ziga tortish kuchi, ishonch, uslub hammasi sizning foydangizga ishlaydi. Munosabatlarda yangi sahifa boshlanadi. Kimdir oilaviy hayot quradi, kimdir esa o'zini ushlab turgan aloqadan ketishga qaror qiladi.
Buzoq burji vakillari uchun 2026-yil iyul-sentyabr oylari bashorati. Saturn o'sish har doim uzluksiz marafon emasligini eslatadi. Charchoq, apatiya yoki hayot takrorlanayotgandek tuyg'usi paydo bo'lishi mumkin. Bu muammo emas, bu sinov davridir. Sizni orqaga tortayotgan narsani tashlab yuborish vaqti kelgan. Agar munosabatlar sizni pastga tortsa, qo'yib yuborish lozimdir. Ish sizni ezib yuborgan bo'lsa, uni ham qo'yib yuboring. Bo'shashish yangi oqimga yo'l ochadi. Sog'lik e'tibor talab qiladi, ayniqsa ovqatlanish va kundalik tartibda. Buzoq burji vakillari uchun 2026-yil oktyabr, dekabr oylari bashorati. Yil oxiri sokin, ammo kuchli triumf. Shov-shuvsiz, dabdabasiz, lekin har bir qadamingizda ishonch bilandir. Moliyaviy oqim barqarorlashadi. Bahorda qilgan harakatlaringiz natijalari ko'rina boshlaydi. Yupiter jasorat bilan qadam tashlaganlarni qo'llab-quvvatlaydi. Investitsiyalar, loyihalar, yangi joyga ko'chishlar o'zini oqlaydi. Venera munosabatlarga iliqlik olib kiradi. Yil oxiriga kelib ko'proq mehr, barqarorlik va ishonch paydo bo'ladi. Nihoyat siz "men o'z joyimdaman" degan tuyg'uni his qilasiz. 2026-yil Buzoq burji vakillari uchun tezlik emas, kuch yilidir. Siz endi isbotlamaysiz, siz nurlanasiz. Sizni eshitishadi, sizga ishonishadi, sizning ortingizdan borishadi. Eng yoqimlisi, siz hech kimga hech narsa qarzdor emassiz. Buzoq burji vakillari uchun 2026-yil shiori: men yer ortidan quvlamayman. Men o'zim hosil yetadigan tuproqqa aylanaman. Eng omadli davrlar mart, iyun, noyabr oylaridir. Buzoq burjida tug'ilgan ayollar uchun 2026-yil bashorati. Ayol buzoq burji vakillari uchun 2026-yil keskin o'zgarishlar emas, balki ruhiy uyg'onish davridir. Siz endi shunchaki ishonchli hayotni emas, haqiqiy hayotni xohlaysiz. Tinchlik uchun o'zingizni qurbon qilish emas, o'zingiz uchun tanlashdir. Bu yil eski hayotni buzish emas, uni o'zingizga moslab muloyimlik bilan qayta qurish davridir. Ishlarda siz ancha ko'zga tashlanasiz. Ishonch ortadi. Endi kimdir sizni ko'rishini kutmaysiz. Siz o'zingizga prodyusersiz. O'z biznesi, yangi lavozim yoki munosib qadrlanish barchasi mumkin. Moliyaviy barqarorlik ortadi. Ayniqsa energiyani endi sizni charchatadigan narsalarga emas, quvonch olib keladigan ishlarga sarflasangiz. Muhabbatda halollik va osoyishtalikdir. Yonida iliqlik bo'lgan odam bilan aloqalar mustahkamlanadi. Lekin munosabatlar faqat odat bo'lgani uchun davom etayotgan bo'lsa, 2026-yil sizni muloyimlik bilan qaror qabul qilishga undaydi. Yil davomida siz o'zingizga g'amxo'rlik qilishni ayb deb bilmay qo'yasiz. Yordamga muhtojlarning suyanchig'i bo'lishni emas, o'zingizning suyanchig'ingiz bo'lishni o'rganasiz. Ko'proq go'zallik, ko'proq dam olish, ko'ngilga yaqin odamlar mana shu yilning energetikasidir. Yil oxiriga kelib siz barqarorlikni his qilasiz. Tashqi sharoit tinch bo'lgani uchun emas, balki siz o'zingiz tanlaganingiz uchundir. Buzoq burjida tug'ilgan erkaklar uchun 2026-yil bashorati. Erkak buzoq burji vakillari uchun bu yil keskin burilishlar emas, balki ichki yangilanish davridir. Ortiqcha shovqin, drama yoki xavotirlarsiz. Siz o'zingizning yangilangan, sokin, dono va dadil versiyangizga aylanasiz. Siz endi barqarorlikka shunchaki yopishib olmoqchi emassiz. Siz mazmunli hayot xohlaysiz. O'z shartlaringiz, o'z ritmingiz va o'z mehnatingiz bilan. Yil ichida sizda ichki tayanch hissi kuchayadi. O'zingizga ishonch ortadi. Lavozim, biznesda mustahkamlanish, o'z loyihangiz, barchasi haqiqatga aylanishi mumkin agar sifatli va izchil ishlasangiz. Obro' sizning asosiy kapitalingiz bo'ladi.
Moliyaviy jihatdan barqarorlik oshadi. Ayniqsa asabni yeydigan va ilhom bermaydigan ishlarni tark etsangiz, muhabbatda aniq tushuncha paydo bo'ladi. Sizga hayotni buzadigan tartibsiz, drama ko'p bo'lgan, hissiyotlari beqaror odam emas, yonida tinchlik, ishonch va tayanch bo'ladigan inson kerak. Munosabatlar mustahkamlanishi yoki yangicha formatda davom etishi mumkin. Yolg'iz erkaklarni esa ishonchli va sokin muhabbat kutadi. Bu aloqada shov-shuv emas, ildiz otish bo'ladi. Yilning muhim saboqlaridan biri: hamma narsani o'zingiz ko'tarib yurishga hojat yo'q. Tana va ruhiyat parvarishi siz uchun asosiy investitsiyadir. Yil oxirida siz yaratgan hayot aynan o'zingizning qo'lingiz mehnati ekanini tushunasiz. Tasodiflarsiz, teatrsiz, faqat ishonch, osoyishtalik va men o'z joyimdaman degan his bilan. 2026-yil uchun buzoq burji vakillarining sevgi bashorati. Sevgi 2026-yilda buzoq burji vakillari uchun portlovchi ehtiros emas, iliq, sokin, ammo juda chin tuyg'u bo'ladi. Siz endi odat uchun munosabatlarni ushlab turmaysiz, qalbingizni tinglab tanlaysiz. Jufti borlar uchun bu yil samimiylik va chuqurlik sinovidir. Yillar davomida jim qoldirilgan mavzular yuzaga chiqadi, ammo bu drama uchun emas, o'zaro tozalash va yangilanish uchun yuz beradi. Shundan so'ng munosabatlar yoki mustahkamlanadi yoki muloyim tugaydi. Yolg'iz buzoq burji vakillari esa o'ziga mos ruhiy odamni uchratishi mumkin. Bu chaqmoqdek porlash emas, balki yonida iliqlik va xavfsizlik bo'lgan inson bilan uchrashuvdir. Bu yil siz shovqinli ishqni emas, yorug'lik beradigan muhabbatni tanlaysiz. Sevgi 2026-yilda bu so'zlar emas, amal, g'amxo'rlik, e'tibor, yonida bo'lish va eng muhimi o'zingizni yo'qotmasdan sevishdir. 2026-yil uchun buzoq burji vakillarining moliyaviy bashorati. Bu yil sizga oson pul emas, mustahkam moliyaviy poydevor beradi. Endi siz pul atrofida aylanmaysiz, balki uni boshqarasiz. Sabrlilik, tizimlilik, mehnatni qadrlash moliyaviy o'sishning asosiy omillaridir. Tasodifiy daromadlar bo'lmaydi, ammo sifatli, uzoq muddatli barqarorlik paydo bo'ladi. Siz pulni ehtiyojdan kelib chiqib emas, donolik bilan boshqarishni o'rganasiz. Hozirgi kayfiyat uchun xarajatlar kamayadi, kelajak uchun investitsiyalar ortadi. Yangi daromad manbai yoki taklif bo'lishi mumkin, ammo uni qabul qilish uchun eski, sizni to'xtatib turgan narsalarni qo'yib yuborish kerak bo'ladi. Yer, moliya, dizayn, san'at yoki biznes bilan ishlovchilar uchun juda yaxshi yildir. Yilning eng katta xatosi energiya qaytarmaydigan narsalarga sarmoya qilishdir. Bular odamlar, bo'sh va'dalar va keraksiz loyihalardir. Yil oxiriga kelib, men nihoyat moliyamni boshqarayapman degan ishonch paydo bo'ladi. 2026-yil uchun buzoq burji vakillarining sog'lik bashorati. 2026-yilda kuch va energiya ko'p bo'lishi mumkin, ammo aynan shu holatda ehtiyot bo'lish kerak. Tana sizdan qahramonlik emas, mehr va e'tibor kutadi. Kuchning asosi o'zingizga mehr bilan munosabat qilishdadir. Yilning asosiy mavzusi tiklanishdir. To'g'ri uyqu, iliq ovqatlar, me'yorida harakat, ortiqcha yuklamaslik sizning eng yaxshi yordamchingizdir. Ishdagi ortiqcha yuklanish, kech uxlash, yana biroz chidab turaman degan fikrlar organizmni tez charchatadi. Ayniqsa orqa, bo'yin, ovqat hazm qilish va gormonal tizimga e'tibor qaratish lozimdir. Yilning birinchi yarmi energiya tebranishlari bilan o'tadi. Bu charchoq emas, tananing balansga qaytish talabidir. Yengil mashg'ulotlar, suv, tabiiy yurishlar, massaj va ertalabki sokin rituallar juda foydali bo'ladi. Yoz va kuzda keskin dietalar yoki tartib o'zgarishidan qoching. Yil oxiriga kelib ichki mustahkamlik paydo bo'ladi. Kamroq asabiylik, ko'proq osoyishtalik va barqaror energiya.
2026-yil sizga shuni o'rgatadiki, o'zingizga g'amxo'rlik sizning kuch manbaingizdir. Bu yil siz tinchlikni topasiz, chunki siz o'zingizni tanlaysiz. Sizni qiynagan vaznlar, keraksiz odatlar va bo'sh munosabatlar ortda qoladi. 2026-yil sizga shuni o'rgatadiki, o'zingizga mehr bu eng katta kuchdir va siz aynan shunday kuchga aylanayotgan insonsiz. Do'stlar, mana shu bilan biz Buzoq burji vakillari uchun 2026-yilning yulduzlar bashoratini birgalikda ko'rdik. Har bir Buzoq burji vakili uchun hayotning turli sohalarida o'ziga xos imkoniyatlar va sinovlar bor. Eng asosiysi hayotingizni o'zingiz boshqarishingiz, bashoratlarni esa yo'l yo'riq sifatida qabul qilishingizdir. Aslida taqdir Allohning qo'lida. Har bir natija esa bizning niyatimiz va mehnatimizga bog'liqdir. Demak, bizning hayotimizdagi haqiqiy burj va yo'lboshchi bu iymonimiz, sabrimiz va yaxshi amallarimizdir. Shu yilda qaysi burj vakili bo'lishingizdan qat'iy nazar, siz uchun eng muhimi oilangizni qadrlash, sog'lig'ingizga e'tibor berish, mehnatni davom ettirish va duolardan charchamaslikdir. Chunki duo mo'minning qirolidir. Aziz do'stlar, sizlardan bir iltimosim bor. Kommentariyda qaysi burj vakilisiz va sizni qaysi qism eng ko'p qiziqtirdi, shuni yozib qoldiring. Bu bizga keyingi videolarni yanada qiziqarli va sizga foydali qilishimizga yordam beradi. Do'stlar, kanalimizni kuzatishda davom eting. Qo'llab-quvvatlab obuna bo'ling. Yakunda hammangizga shunday duo qilaman. Yangi yil sizga baraka, tinchlik, sog'lik va qalbingizga orom olib kelsin. Alloh sizni xayrli yo'llarda asrasin va barcha ezgu niyatlaringizni amalga oshirsin. Assalomu alaykum va yana ko'rishguncha xayr aziz do'stlar.